10 ta tradingga yo'l olmayotgan do'stingizni belgilab ketsangiz, biz sizga 30% skidka qilib beramiz. Muhammad Aziz, trading sohasiga yangi kirib kelayotgan insonlarga nima tavsiya qilasiz? Trading sohasiga endi kirib kelayotgan insonlar uchun men o'zimning 5 yillik tajribamdan kelib chiqqan holatda alga tradingga maslahat beraman. Biz tradingni 5 yil oldin boshlagan mahalimiz bozordagi volatilnisi ko'rinishi umuman boshqacha edi. Hozirgi kun kelib volatilnimiz juda ham boshqacha yuryapti. Sababi bozorda bo'layotgan har xil siyosatlarning ta'siri kuchli. Kichkina lotlar bilan katta pips yurgan hisobiga katta pul yo'qotish yoki katta pul yutib olish ehtimoli bo'lib qolyapti. Bu mahali ko'pchilik yo'qotyapti yoki yutayotgan odam yo'qotayotganga nisbatan juda kam. Shuning uchun men algo trading maslahat beraman. Algo tradingda insonlarga o'xshab psixologiyasi, emotsiyasi, nafsi bo'lmaydi. Kerakli joyda zilkiga kirib, take profit yoki stop loss'ini oladi. Robotlarning algoritmi shunaqa tuzilganki, signalni iloji boricha kerakli nuqtadan olib, take profitga olib chiqish ehtimoli ko'p. Qo'yilgan depozitni hech bo'lmaganda 10% dan boshlab daromad qilishni boshlaydi. Bu pul yo'qotgandan ko'ra juda ham ancha yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Robotlarimizni ko'rib turibsizlar, o'zining strategiyasi bor, stop loss, take profit hamma narsasi joy-joyida ishlab turibdi. Kommentariyaga plus belgisini qoldirib, 10 ta tradingga yo'l olmayotgan do'stingizni belgilab ketsangiz, biz sizga 30% skidka qilib beramiz.